Enrico Fermi 1901-yil 29-sentyabrda Rimda xodim oilasida tavallud topdi. Oilasida ilm-fan bilan shug'ullanishga undov yo'qligiga qaramay, u bolaligidan matematika va fizika fanlariga katta qiziqish bildirdi. 13 yoshida bo'lajak fizik 3 kun ichida proyektiv geometriya bo'yicha darslikni o'zlashtiradi va undan 200 ta masalaning hammasini yechadi. Shuningdek, matematika va nazariy mexanikaning turli yo'nalishlari bo'yicha bir nechta kitoblarni o'rganadi. 1918-yilning yozida 2 yil ichida litseyda 3 yillik kursni tamomlab, Enrico Fermi diplom oladi va o'qishni qayerda davom ettirish haqida o'ylay boshlaydi. 17 yoshli Fermi Piza universitetini tanlaydi. Unga kirish uchun u Pizadagi oddiy maktabga tanlovdan o'tishi va universitetda ma'ruzalarda qatnashishi kerak edi. Fermi nafaqat musobaqani muvaffaqiyatli yakunlaydi, balki birinchi o'rinni ham egallaydi. Enrico Fermining ajoyib qobiliyatlarini talabalar ham, o'qituvchilar ham payqashadi. 1920-yilda u allaqachon fizika instituti professorlariga kvant nazariyasidan ma'ruzalar o'qiy boshlaydi. Uning elektrodinamika va nisbiylik nazariyasi sohasidagi ilk tadqiqotlari aynan shu davrda paydo bo'la boshlaydi. Dissertatsiyasini himoya qilish uchun faqat eksperimental ishlarga ruxsat beriladi. Fermi rentgen optikasi bo'yicha o'z ishini himoya qiladi. 1922-yilda u universitetni va yuqori normal maktabni muvaffaqiyatli yakunlaydi. Göttingen, Leyden, Rim, Florensiya universitetlarida ishlaydi. 1935-yil AQShga ko'chib o'tadi va shu yilning o'zida Nobel mukofotiga sazovor bo'ladi. Uning ilmiy ishlari atom va yadro fizikasi, statistik mexanika, kosmik nurlar, yuqori energiyalar fizikasi, astrofizika va texnik fizikaga oid bo'ladi. Nazariy va eksperimental fizikaning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan Enrico Pauli prinsipiga bo'ysunuvchi zarralar statikasini ishlab chiqadi va miqdoriy teoremani yaratadi. Neytronlar tufayli sun'iy radioaktivlikni va moddada neytronlarning sekinlashish hodisasini kashf etadi. Uning ilmiy faoliyatining eng muhim yutuqlaridan biri 1942-yilda birinchi zanjirli yadroviy reaksiya sodir bo'lgan yadro reaktorining yaratilishi bo'ladi. Ingliz fiziki John Cockcroftning fikricha, atom davriga eshikni aynan Fermi ochgan. Bu voqea fan olamida va insoniyat taraqqiyoti tarixida inqilobiy bo'ladi. Fermi insoniyat tarixidagi 100 eng nufuzli shaxslardan biriga aylanadi.